Fatga aka, Yunusobodga aka. Assalomu alaykum dadasi. Shoshganingizdan menga javob yozish esingizdan chiqqandir-da. O'zi hamma shoshyapti. Onasini bolasiga qarashga vaqti yo'q. Erni ayoliga e'tibor berishga, jigarlar esa bir-biridan xabar ololmaydi. Hamma shoshadi. 30 ta bolaning kelajagiga javobgar bo'lgan o'qituvchi chala-chulpa darsini o'tib, yoshini yashab qo'ygan mijg'ov qaynonasining xizmatiga shoshadi. Davlat shifoxonasida ishlaydigan jarroh operatsiyani yarmida bemorini assistentga topshirib, xususiy klinikasidagi boy kasallar oldiga shoshadi. Bitta imzosi ko'plab masalani hal qiladigan rahbar yuzlab xodimlarni kuttirib, kalta yubkasining oldiga shoshadi. Mashinasining ijara pulini berish kuni kelib qolgan taksist svetoforning yashil chirog'ini kutmaydi. Shoshadi. Shoshmaganingizda javob yozarsiz. Hurmat bilan rafiqangiz Oltin.